Do'stlar, albatta bu videoni diqqat bilan eshitinglar. Internetda zo'r ishlar chiqib kelyapti. Internetda zo'r oyliklar va'da qilinyapti. Lekin boshqa kompaniyalarga borsam katta summa ham so'rashyapti. Qanaqa qilib men ishga ketsam bo'ladi? Lekin hozir qo'limda unaqa katta summam yo'q. Do'stlar, albatta bu videoni diqqat bilan eshitinglar. Imенно shunaqa insonlar uchun hozir chegirmada dars biz yaratdik. Bu darsdan sizlar nimani olasizlar? O'tda biz o'zingizlarga qanaqa ish beruvchi topish tekinga va ish beruvchidan hujjatlarni olish va o'zingiz qanaqa vizaga topshirishingizni ham o'rgatib bo'lganmiz. U videoni ko'rganingizdan keyin o'sha sizga qanaqadir internetda reklamalar va kimdirlarni zo'r ish va'da berishi sizga kerak emas bo'ladi. Nimaga? Chunki siz уже o'zingiz bilasiz va qanaqa topishingizni bilasiz. Shuning uchun do'stlar, hozir chegirma narxida ulgurib qolinglar darslarimizdan olgani va sizlarga bundan ham zo'r darslarni yana taqdim etishni boshlaymiz. Do'stlar, bu videomiz yoqqan bo'lsa, ishga ketmoqchi bo'lgan, lekin katta puli yo'q, sal qiynalgan odamlar bo'lsa, jo'natib qo'yamiz. Sabab nimaga? Chunki bu dars orqali ular o'ziga kerakli ma'lumotni olishi mumkin. Darsimizga o'tib ko'rmoqchi bo'lsanglar, Musofir formulasini saytini mana shu videoning tagida yozib qoldiraman va videoni o'zida ham mana. Do'stlar, videom yoqqan bo'lsa, like, kommentariy ham yemiz va yana efirlarda ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat hammaga.